Yana bir marta assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, ustozlar va o'qituvchilar va ota-onalar va ularning farzandlari bo'lmish, ya'ni o'quvchilar. Xo'p, qaranglar. Endi bu videoda aralash sonlarni qo'shish va ayirishni mashq daftaridagi misollarini, yechimlarini batafsil ko'rib o'tamiz, tushuntirib. Xo'p, demak, 3-topshiriq birinchi misolni birinchisi, ya'ni A'si. Demak, yozadigan bo'lsak, bu yerda qandaydir chiroyliroq rang tanlaydigan bo'lsak, misol uchun mana bu. Okay. Yozamiz. Qaraydigan bo'lsak, buning mahraji 4, buniki 8. Tak. Endi butun qismlarni qo'shamiz. 2 qo'shilgan 2 qo'shilgan kasr qavs ichida 1/4 plus 1/8 teng. Xuddi o'sha holat yana bunga 2 dan bersak, mahrajlarimiz 8 ga kelib qoladi. 2 ga 2 qo'shsak 4. Demak, mahrajimiz 8 bo'ladi. 2 qo'shilgan, xo'p, bizda 2 qo'shilgan mana bu ifodamiz 2 qo'shilgan 1. Ya'ni 4 plusdan 3/8 teng. 4/8 dan 3 degan javobga yetib kelamiz. Endi B 4 qo'shilgan 2 qo'shilgan 2/3 qo'shilgan 4/9 teng. Bunga 3 dan bersak, mahrajimiz 9 ga yetib keladi. 9. 6 qo'shilgan mana bu 6 plus 4/9 teng. Demak, 6 qo'shilgan 10/9 teng deymiz. 6 qo'shilgan 1/9 dan 1. Buni 7/9 dan 1 qilib yozishimiz mumkin ekan. Ana endi keyingi. Xo'p. Bunda ham xuddi shu 1 plus 2 plusdan 1/2 plus 1/3 teng. Yozamiz. 3 plusdan mana bunga 3, mana bunga 2 dan beramiz. 3 qo'shilgan 2/6. 3 plusdan 5/6. Buning javobi 3/6 dan 5 degan javobga to'xtalamiz. Ana endi mana bu natural son, bu esa aralash son. Xuddi natural sonning kasr qismi 0 bo'lganligi sababli xuddi o'sha qoida butun qismga, kasr qismga qo'shiladi. 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan 5/6 teng. 5/6 dan 5 degan yechimga yetib kelamiz. Keyingida demak 4 qo'shilgan 2 qo'shilgan 2/9, ya'ni 6/9 dan 2. Bunda ham xuddi shunaqa 3 plus 3. Faqat buning kasr qismi ham, butun qismi ham mavjud. 4/5 teng. 3 ga 3 ni qo'shsak 6 qo'shilgan. Demak, bunga 5 dan, bunga 3 dan mahraj beramiz. 5 qo'shilgan 12/15. 6 qo'shilgan 17/15 degan javobga to'xtalsak teng. Xo'p, 6 qo'shilgan 1/15 dan 2, buning javobi 7/15 dan 2 degan javob kelib chiqar ekan. Keyingi misolimizda 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 1/3 qo'shilgan 7/8 teng. Bunga demak 8 dan, mana bunga 3 dan. Tak. Xo'p. 1 qo'shib 2 3 ga teng, plusdan 8 qo'shilgan 7 uchun 21/24. 3 qo'shilgan 29/24 teng. Bu 3 qo'shilgan 1/24 dan 5 degani 4/24 dan 5. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. 2 qo'shilgan 4 qo'shilgan qavs ichida, demak 2/3 qo'shilgan 4/7. Xo'p, davom etamiz. 4 ga 2 ni qo'shsak 6 qo'shilgan, demak bunga mahraj 7 dan, bunga 3 dan. Shunda umumiy mahrajimiz 21 ga yetib keladi. 21 suratimizda 7 ni 2 ga ko'paytirsak 14 qo'shamiz. 3 ni 4 ga ko'paytirsak 12 teng. 6 qo'shilgan 26/21 teng. 6 qo'shilgan 1/21 dan 5. Bu 7/21 dan 5 chiqar ekan. Keyingi mashqqa o'tamiz. Endi bular ayirish ekan. Javobni aralash son ko'rinishida ifodalang, to'g'riligini tekshiring. Endi bu to'g'riligini tekshirish bu kalkulyatorda
ko'rsatilgan. Mana bu yerda kalkulyatorni ko'rsatib qo'yishgan. Tak, mana. Xo'p, biz davom etamiz. Qarang, ketdi. Bo'lmasa, xo'p, biz bunday qilamiz. Xo'sh. Mana buni oddiy ruchkaga o'tkazib olsam. Tak. O't. Endi bunda 2 minus 1 qo'shilgan 7 taqsim 8 minus 1 taqsim 2. Mana bu 2 4 ga ko'paytirsak 8 ga keladi. 2 dan 1 ni ayirsak 1 qo'shilgan 7 dan 4 ni ayirsak 3 taqsim 8 1,8 dan 3 degan javob bo'lar ekan. Keyingiga B ga o'tamiz. Demak 6 minus 2 qo'shilgan 5 taqsim 12 minus 1 taqsim 4. Bunga 3 dan makhraj beramiz. 6 dan 2 ni ayirsak 4 qo'shamiz. 5 dan 3 ni ayirsak 2 taqsim 12 teng. Bu bilan buni qisqartirib yuborsak, bunda 6, bunda 1 qoladi. 2 ga qisqartiradigan bo'lsak yoki bo'lmasa qisqartirishga ham qisqacha to'xtalib ketaman. 2 taqsim 12 teng. Kimdir tushunmasa mabodo 2 ko'paytiruv 1, 2 ko'paytiruv 6 desak, 2 larni qisqartirsak 1 taqsim 6 qolar ekan. 4 qo'shilgan 1 taqsim 6 teng. Bizda bo'ladi 4,6 dan 1 degan javob bo'lar ekan. Xo'p, keyingi savol. S shartiga o'tamiz. Demak, 5 minus 3 qo'shilgan 2 taqsim 5 minus 1 taqsim 2 teng. 5 dan 3 ni ayirsak 2 qo'shamiz. Mana bunga 2 dan bunga 5 dan makhraj bersak, ikkalasi 10 ga yetib keladi. 4 minus 5 taqsim 10. Bu 4 dan 5 ni ayirsak minus 1 qoladi. 2 minus 1 taqsim. Tak, mana bu qism taqsim 10 bo'ladi teng. Demak, 1,10 dan 10 minus 0,10 dan 1 desak, to'g'ri keladi. 1 minus 0 qo'shilgan 10 taqsim 10 minus 1 taqsim 10 teng. 1 plus 9 taqsim 10. Ya'ni bu teng 1,10 dan 9. Buni 10 lik kasr sifatida yozadigan bo'lsak, 1 taqsim 1,9 degan javob bo'lar ekan. Bu holat ham xuddi shunaqa. Mana bu 7 ni mahraji 6 ga teng bo'lgan kasr ko'rinishida yozamiz. 6,6 dan 6 minus 3,6 dan 5 teng. Yana xuddi shu narsa. Demak, 6 minus 3 qo'shilgan 6 taqsim 6 minus 5 taqsim 6 teng. 6 dan 3 ni ayirsak 3 plus 6 dan 5 ni ayirsak 1 taqsim 6. 3,6 dan 1 bo'lar ekan. Keyingi demak, yesh misoliga keldik. Demak, buni makhrajlari har xil ekan. Makhrajlari har xil. Tak, 4 minus 2 qo'shilgan 6 taqsim 7 minus 2 taqsim 3 teng. Endi yozamiz. 4 minus 2 deganimiz bu bizda teng 2 ga plus mana bunga 3 dan, mana bunga 7 dan makhraj beramiz. 6 3 18 minus 7 2 14 taqsim 21 teng. 2 plusdan 4 taqsim 21. Bu teng bo'ladi 2,21 dan 4 degan javob kelib chiqar ekan. Keyingida 8 minus 3 qo'shilgan 2 taqsim 9 minus 4 taqsim 5 teng. 8 dan 3 ni ayirsak 5 qo'shilgan mana bunga 5 dan, mana bunga 9 dan makhraj bersak, 5 2 10 minus 4 9 36 taqsim 45 teng. 5 plusdan mana bu ayirsak minus 26 taqsim 45. Plus va minus xossasiga ko'ra 5 minusdan 26 taqsim 45. Buni yozamiz. 4,45 dan 45 minus 26 taqsim 45 teng. Demak, 4,45 dan 26 ni oladigan bo'lsak, 19 taqsim 45 degan javobga yetib kelar ekanmiz. Ana endi. Xo'p, buni yozamiz. Aralash sondan natural sonni ayirish. 5,10 dan 7 minusdan. Demak, buni yozamiz. 3,10 dan 10 desam to'g'ri keladi. Teng. 5 minus 3 qo'shilgan 7 taqsim 10 minus 10 taqsim 10 teng. 2 plusdan mana bu minus 3 taqsim 10. Demak, bu
2 minus 3 taqsim 10. Buni yozamiz. 1/10 dan 10 minus 3 taqsim 10 teng. Bu 1/7 taqsim 10 ga teng, ya'ni 1/7 ga teng bo'lar ekan. Davom qilamiz. Hop, 6/3 dan 4 ayrilgan 1/10 dan 1. Yozamiz. 6 minus 1 qo'shilgan 3 taqsim 4 minus 9 taqsim 10. 4 bilan 10 ikkalasi 20 ga keladi. Bunga 5 dan, bunga 2 dan makhraj bersam bo'ladi. 5 qo'shilgan makhrajimiz 20 ga teng. 5 ko'paytiruv 3. Bu 15 ga teng minus 18 ga teng. 5 qo'shilgan hop, minus 3 taqsim 20. Endi bu 5 ayrilgan 3 taqsim 20 bo'ladi. 4/20 dan 20 minus 3 taqsim 20 teng. 4/17 taqsim 20 degan javob kelib chiqar ekan. Shu bilan bizga berilgan mana aralash sonlarni qo'shish va ayirishdagi 3-topshiriq yakunlandi.